bittada kuydiryapman. Kelyapti, kuydiryapti. Qalampir ochdan tasavvuraman. Endi shukar tezlashtirib qo'ysak bo'laveradi. Mana osib tashyapti, ko'rdingizmi? Shuni olib tashlaydi, bu do'mbilatani bilasiz. U do'mbilatadi o'zi ham bomba kuydirib tashlaydi. Asosan shu endi keyingi bosqich chala yarim qolganlarni endi tushuntirib beraman. Rahmat. Endi suvli zonadan ham zombilar kelishni boshlaydi. Mana bu qo'yib turamiz, keyin tushuntirib beraman. Suvli zonadan kelishni boshlaydi. Faqat bu oddiy joniga qo'ymaydi. Faqat suvli zona, basseyn zonasi chiqqanda faqat shular qo'yiladi. Suvli zonasi uchun shu hisoblanadi. Qo'yiladigan mana. Hamma joyga suvli zonasiga shu qo'yilib turadi. Xo'p, endi bunga kelsak. Bu shamol haydab beradi mana. Haydab yo'q qilishga harakat qiladi, lekin bu o'ta tufta narsa, bu deyarli foydasi yo'q. Mana shamol haydab o'zi kuchli harakat qiladi. Yo'q, asli bu umuman kerak emas narsa. Asli o'ta kuchsiz, o'ta kuchsiz narsa bu mana. Asli hech qanday foydasi yo'q uni. Uni olishdan foyda yo'q. Hech qanday umumga emas, hech qanday ishga emas. Xo'p, endi bunga kelsak. Bu chiroq. Bu yerga qo'yamiz. Bu chiroq odatda mana bu yerlarda bulutlar hosil qiladi. Men ko'rsataman uni albatta. Bu yerda bulut hosil bo'ladi. O'sha bulut hosil bo'lganda maniga misol uchun bitta qo'ysak, bulutlarni yo'q qilib beradi. Buni albatta keyingi bosqichda ko'rsatib berishga harakat qilaman. O'sha beradi. Endi yulduzcha bu otib beradi doim mana. Bunday mana otib berib turadi bu. Yulduz otib beradi. Yulduzchaga misol uchun mononi birlashtirsa ham bo'laveradi. Otadi, ham otib bu. Ham yorug'lik qilib beradi. Misol uchun yorug'lik kerakmi? Bu yerga bir qayta o'tamiz. Ham otadi ham yorug'lik qilib beradi bu. Bunga birlashtirsak ham bo'laveradi. Ham otib, ham yorug'lik qilib beradi shu. Shu yulduzcha bo'ladi. Endi keyingisi mushukka keladigan bo'lsak, suv mushugi. Buni o'zini qo'yib bo'lmaydi. Buni doimgidek mana bu bilan qo'yiladi. Bu ham mana bitta otadi mana. Bitta otadi. Mana otib yig'iladi. Mana otyapti. Kaktusga o'xshab ketadi uni. Kaktusga o'xshatadi. Bu doim shuning bilan qo'yiladi. Kaktus kuchi mana qizalalikni qotadi. Endi buni ham albatta bitta kombinatsiyalar bor. Ko'p, bu joyga qo'yib, bu mana suvda tursa ham buni Xo'p, keyin shunaqa. Endi har aytgandek oshqovoq bu kartoshka sifatida ham himoya qilib beradi, himoya qilib beradi. Hamma har qanday ichiga qo'ysa bo'ladi. Suvdagi havoga qo'ymaydi, mana munonga himoya qilib beradi. Xohlasangiz kartoshka o'rnida qo'yish tavsiya beraman. Lekin bu himoya vazifasini o'tab bera oladi. Shu himoya qilib beradi. Bu ichiga misol uchun xohlagan narsani solib qo'ysa bo'laveradi. Bu endi magnit, buni men birinchi marta ishlatyapman. Bu mana bu magnit kelyapti turgan zombini buni ikkiga bo'lib yuboradi mana. Kelyapti. Magnit hisobiga hozir keladi, hujum qilganda ikkiga bo'lib yuboradi. Mana kelishi bilan ikkiga bo'lib yuboradi kallasini. Magnit qolib ketibdi bu mana. Endi harakat berganim ota boladagi kichkina bolaga o'xshash mana. Bu ham otadi. Bu ham mana kichkina bolacha bo'lib qoladi mana. Bu ham xuddi shunaqa otadi. Bu suvalingidaqa. Bunga buni birlashtirsak ham bitak nachi bo'laveradi mana. Mana. Suv. Mana. Bunga kelib turib keyin yulduzchani birlashtirsak bo'laveradi. Yulduzcha suvda otadigan bo'ladi. Mana. Keyin bunga bunday qo'yganimizda mononi birlashtirsak ham bo'laveradi.
Ne birleştirib qo'ysak ham bo'laveradi. Bu yaqinlashganda o'tadi. Bu yaqinlashganda, ya'ni yaqinlashganda bo'ynidan o'zib pishadi. Mana. Bu shunaqa bo'ladi. Bu bilan buni qurolga birlashtirib bo'lmaydi. Shinka bilan ham strakaga tuzib yutsa bo'ladi. Bu bilan buni birlashtiradi. Gel. Mana buni mana uchun birlashtirib qo'yamiz. Yoki mana misol uchun ko'p mana. Misol uchun mana mononga birlashtirsak bo'laveradi. Nima qilib beradi? Yorug'lik qilib beradi. Ham yorug'lik qilib, ham himoya qilib beradi. Mana 3 ta kombinatsiya bo'ldi-da, ko'rdingizmi? 3 ta kombinatsiya. Mana. Mana bular to'plab turib mana bitta qilib chiqaryapti-da. Bu yoqqa keyin qaytaryapti, hujum qilyapti. Bittada hujum qilyapti. Ko'rdingizmi? Mana. Misol uchun bu yerga mana buni qo'yib turib, xohlagan hayvonni qo'ysangiz bo'ladi. Yushan qo'yarsangiz bo'ladi. Buni qo'yib turib, mana buni o'zini qo'yarsangiz bo'laveradi. Xohlagancha qo'yarsangiz bo'ladi. Tushundingizmi? Mana bunday qo'yarsa bo'ladi. Buni faqat qo'yib turib, misol uchun o'zini qo'yib bo'lmaydi buni. Nega qo'yib bo'lmaydi? Ustiga ham nega qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shunday qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shu. Endi 3-qism jami hamma narsa tushunildi. Endi listga chiqarilgan bor. Endi u kombinatsiyalarni qilib ko'rishingiz kerak. Qilib ko'rsangiz, albatta ular o'xshaydi. Ular oson kombinatsiyalar. Endi keyingi 4-qismda ko'rishguncha xayr. Endi birlashtirmay holatda. Kiyasa beraman. Xo'p, eng pik darajalari mana. Xo'p, akbarcha beraman dedim. Mana eng pik darajalari. Eng kuchli pik daraja. Keyin bunga muz biriktirsa bo'laveradi. Yo'q, turib, unga buni birlashtirib qo'ysam, muz o'tadigan eng pik, o'sha bulardan eng piki bo'ldi. Men uchun eng piki shu muz. Shuna qilib birinchi qatorga doim muzlar to'ldirib chiqaman. Orqadan muz skillar ham tushadi. Eng kuchli tarkib bo'ladi men uchun. Mana birlashtirsak muz o'tadigan bo'ladi. Oxirida men muz qilib beraman akbarjon. Men uxlayman. Uxlab ol. Qilib. Sabr qilib tur. Men dadamga hozir video dars yozayapman. Mok. Hali erta bor edi. Ondan kelarmidi? Jim. Eng piki. Muzlishkin. Meni eng kuchli darajam mana. Bunga buni birlashtirsam eng kuchli bo'ladi. Eng tez o'tadigan va keyin muz o'tadigan. Birinchi qatorga doim muz qilaman. Buni bugun o'rgandim o'rtog'imdan. O'shuncha bu shunaqa tushirdim. Yangi tarkibim, lekin oldin aslida boshqacha bo'lardi. Avval hammasini bundoq qo'yib chiqardim, eng kuchaytirib. Do'mbilatadigan qo'yib chiqardim oxirgi oldin. Yes. Mana eng pikiga olib chiqib olaman birinchi. Keyin mana bularga mana do'mbilatadigan birlashtirib chiqaman. Mana do'mbilatadiganni men birlashtirib chiqib olaman. Keyin men ikkinchi qatorimga mana bundaqalar terib chiqaman. Eng katta dodalarni. Men hammasini do'mbilatadigan qilib olaman. Bularni ham albatta do'mbilatadigan qilib chiqaman. Mana do'mbilatadigan qilaman. Endi keyingi qatorga buni birlashtirib chiqaman. Kaktuslarimni bularda hali ko'rdingiz. Boshidagi qismlarni ko'rsatdim qanaqa ochishini. Bunday ko'rib olasiz mana.
Eng kuchli do'mbilatadigan. Bular mana bu ko'rsatganim. Orqasida birorta mana bunaqa otadigani bo'lsa, bu bitta ot beradi. O'ta kuchli ot beradi. Agar orqasi o'zi bo'lib qolsa, boshiga qo'yib qo'ysangiz bo'lmay qoladi. Endi mana chiqdi, men shuni yalingdan qo'yib tashlayman chiqib qolsa. Terib olib ulgurishim uchun. Mana. Yoqib tashlayman. Endi keyin super qahramonlar degan kaktuslarim bor. Super qahramonlar degan. Buni keyin tushuntirib beraman mana dedi. Super qahramon deganim. Magnitga bular birligadi mana. Super qahramonga o'xshab qolgan bular. Shuning uchun men bularni super qahramonlar deb nomlaganman. Super qahramonlar shu. Eng kuchli tarkib pik chiqyapti shu. Pikiga chiqdi. Endi keyingi qarangda ham boshlariga qo'yaman doim. G'aji degan sher yo'lbars, ya'ni endi ham sakrab turib g'aji degan qo'yaman. Buni ham eng 3 xil kombinatsiyaga birlashtirib chiqaman mana. Mana. Boshlandi. Domlalar voy. Mana majala tashiydi shu. Keyin ikkinchi qatorga ham xuddi shunaqa qo'yaman mana. Boshidagi qatorlarga doim tavsiya beraman dedi. O yeydiganlarni qo'yib tashlang. Yeydiganlar majaqlab yeb tashaveradi. Yeydiganlar bilan 3 qator bo'ldi. Endi men keyingi qatorga yulduzchalarni qo'yib chiqaman. Mana. Yulduzchalar. Yulduzchalar. Endi yulduzchalarga do'mbilatadiganni ham birlashtirsa bo'ladi. Faqat menga yulduzchaga do'mbilatadiganni birlashtirish uncha yoqmaydi. Mana nima bo'ladi? Prямо portlab Balshaya zona keladi. Prямо portlab ketadi mana. Do'mbilatda keladi, polni bitta portlab ketadi. Yulduzcha yo'q bo'ladi. O'shuning uchun men yulduzchaga buni birlashtiraman. O'zi otaveradi. Keyin bu gilos tushuntirib berdim. Mening eng kuchli tarkibim. Keyin men bularga bittalab mana bularni qo'yib chiqaman. Yulduzchaga keyin yulduzchalarda kaktuslar endi bo'lib qoladi. Nimaga? Chunki mana keyin mana bularni birlashtirib chiqaman. Bularni mana birlashtirib moylab chiqaman. Bu aytgandek himoyaga beradi. O'shuning uchun bularni qo'yaman men. Keyin bularni mana birlashtirib chiqaman. Kaktusli himoya bo'ladi. kelsa. Hammasiga keyin men shuni qilib bir qator qilib chiqaman. Bemalol hammasi bemalol. Hagi qo'ymasam ham bemalol yutib kelaveradi. Yutib kelmasa mana monni qo'yib tashlayman. Bo'ldi, yeb tashlaydi. Boshida yeb tashlashi mumkin. Mana yana bitta zaxiramni qo'yib qo'yaman. Keyin men yulduzchalarga shuni birlashtirib chiqaman. Va keyin buni uji mana bunga birlashtirsa bo'ladi. Mana bu uji jo'n turmaydi-da, himoya ham qiladi. Kaktusni birlashtirganimiz himoya qilmay turib, lekin mana buni uji himoya otib ham beradi mana. Shuning uchun ko'proq shuni birlashtiraman. Ayrimlariga shuna qilib, ayrimlariga boshqacha qilib birlashtirib chiqaman. Har xil qilib chiqaman. So'ng endi bularga bir xil men perfeksionizmni yaxshi ko'raman. Orada endi supermenda o'rgangan narsalarim. Perfeksionizm bu hamma narsani ideal qilishga o'rganish. Ya'ni misol uchun bitta narsa chiq ishi bo'lib qolsa ham Ko'rdimi? ha, mana. Bemalol kelaveradi. Nima bo'lgan? Bemalol mana jangiga. Qo'qilmaydi. Men qo'qimaman. Eng kuchli priятный komanda mana. Kelyapti, buzolmayapti. Kuchi yetmayapti, kuchi yetmaydi ham bu. Borsa mana shu yerda buzoladi. Bor ana. Ungacha yo'q, uji mana yo'q buzolmaydi. O'ldiryapti. Bu to'rtta mana bu do'mbilada. Asli meniga ham do'mbilatadigan qo'yganimda umuman keladi.
bular qo'yib yangi kombinatsiya bo'lgani uchun yangi kombinatsiya qilib qo'yib yubordim men. 7 tane ayarlasam bu safar. Mana. To'g'ri yangi kombinatsiyalar. 10 ta 10 ta. Shunday qilib yana Menga hali nazar bermadi. Hali hozir. Menga avval o'tiribman işte. Hop. Mana. Bu hech qaysi biri kelib men yutalmaydi. Oqdirati bilan birortasi bu doimda shu tarkibda olib, xuddi shunaqa qilsangiz, hech qaysi yutalmaydi. Agar siz kombinatsiya kerak bo'ladigan bo'lsa, har xil qilib o'ynagangiz yaxshiroq bo'ladi. Agar doim yutishim kerak desangiz, shu men bergan tarkibda zerikarli bo'lib ketadi. boshqasi yo'q. Bitta bilan bo'ladi. Bulardan hali hech qaysi biri o'talmaydigan xudo xolasa. Yana ko'p marta ta'kidlayman. Bu men eng sevimli tarkiblarimdan biridir, chunki boshiga men aytgandek, mana chala-chala joylarga yeydiganlar qo'yib tashlayman. Yeyga qo'yib tashlayman. G'ajib tashlayman. G'ij. Chala qo'ygan joylarga g'ajiydigan qo'yib tashlaysiz. Qaysi kombinatsiya kerak? Mana hozir. Mana qilib beraman dadamnikiga. Bo'ldi mana. Xuddi shunaqa mana balchaga zo'r kelyapti yana mana. Bo'ldi. Bular Chekmayman. O'zlari keladi mana. Bemalol shunday kelsa ham, har qanaqa kelsa ham, dedi. Yomon keldi-ku. Men har qanday sohada bular mukammal hisoblanadi. To'g'ri yeb tashlashyapti-yu, lekin baribir inishal oxirigacha yetib kelisha olmaydi. Bular aytgandek, oxirigacha yetib kela olmaydi mana. Yo'qolib ketdi mana. Mana ko'rsatib berdi. Mana. Bular olib tashaverasiz bunday qilib. Bitta. O'zi yo'q bitadi. O'zi yo'q bitadi ham. Ya olib tashlagan. Kelyapti, bo'ldi. Yana qo'yib yeb tashladim, yana qo'yib tashlayveraman. Chunki bu meni eng pik tarkibim. Mana ko'rdingizmi, bu otganni o'ta dahshat otib ketdi. Bitta otadi, o'ta dahshat otib beradi. Mana kaktus ham bo'g'illaymi? Kaktus o'ta kuchli bu. Mana yulduz. Bo'g'ilab qo'ygan joyiga narsa qo'yolmaysiz, dedi u. Mana zombi. Chuqurcha. Ha, misol uchun bitta misol beraman. Portlatib oladi. Chuqurcha bo'lib qoladi. Bu chuqurcha qancha nima bo'ladi, nima qilamiz? O'zi yo'qolib ketadi tabiiy holat. 1-2 minutdan keyin shaq yo'qolib ketadi. Mana, misol uchun bu xato joyga qo'yib qo'ygan. Yo'q qoladi. Hali ko'rsatib berdim buni. Video qismlar davomida. Mana. O'mlatib tashlaydi. Hozir mana o'yinda Akbarjon hozir bitta palant uchun men o'tiribman. Hozir tugadi o'sha mana Akbarjon. Bu Akbarjonning narigida g'azam bor, o'shunda g'azamni qilib beraman deyapman. Xo'p, mana Sadoqaning bitta o'yin uchun men o'ynayapman. Yo'q. Namas, o'ynayapman. 9 oldi endi soat. 9 oldilar. 9 yatib buni. Xo'p, Men xullas. uxlab yotdim. Endi turdim-da. Shunaqada bulardan endi pik eng kuchli tarkibim. Shu mening eng kuchli tarkibim. Mana boshladi. Mana yana eng kuchlilar kelyapti. Har qanaqasi kelsa ham mana yo'q qo'yapti, birpas yo'q tashlaydi. Mana kelib bemalol kelaveradi, tarkib mana ko'ryapsiz. Yulduz qani? Ha, keyin yana bittasiga o'rgatmoqchi kiysim. Bunga keyin mana olchaligi ham bor. O'rgatdingmi? Lekin olchalikni men kamdan-kam ishlataman. Mana olchani qo'shib olchani Pikka chiqarsa bo'ladi. Pikka chiqarsa bo'ladi mana. Olchalik juda ham kamdan-kam ishlataman. Chunki menga olchalik juda yoqmaydi. Olchani nima uchun olaman? Havasga.
haligi yo'q qilib berishni olaman. Dada 9 bo'lar ekan aslida. Xullas, xuddi shunaqa bo'ladi mana. Mana buni ham eng pikga chiqarib olib turib, buni birlashtirsangiz yaxshiroq bo'ladi. Keyin Hozir pish deb o'tiribman-da men. buni yo'q qilib turib, misol uchun buni kartoshkaga mana olcha birlashtirsangiz bo'ladi. Ko't qishigina. O, Michael Jackson. Mana Michael Jackson. Endi yana bitta oxirgi pasli zona keladi. Bu haligidaqalar bor kombinatsiyalar. Yana batafsiliy zo'n. Xullas shunaqa. Men tarkibimda shu asosan tet yemay turar ko'rdim. Asosan mana shu mana bu mana asosan bunda ishlataman. Bundan keyin bundan kamroq shuncha yegan bo'lsa mana zararlangan bo'lar o'zi. Hop mana buni zararlangan yordam beradi misol mana. Tiklab qo'yadi, ko'rdingizmi? Zararlarni tikladi. Bo'ldi. Endi hozir yana bitta balcha zona kelib beradi. Va yutaman. Shu narsa qo'shmadim. Shu kuchaytirib qo'ydim. Tugayapti. Jackson. Mana tugayapti. Aytganimizdek. Xo'p, shu endi xudo tugadi. Endi tapda bo'lsa mana bu yerda to'xtatib vali qilsangiz bo'laveradi. Tap. Mana 3 ta bo'lsangiz tezlashadi, mana 3. 2 bor ekan mas. 3 tab bilan. Endi hozir oxirida balcha zona kelib beradi, keyin qaysi kombinatsiya aytchi? Mana baratanni yasa berasan. Bunga harakat qilib ko'ramiz, lekin bu bo'lmaydi. Bormi? Bor. Finalda Qalasan. zona keldi. Bombalarni qo'yib yubor bitta. Bu xolos do'mbillaqsiz mana aytganimdek. Bitta ko'raylik Jacksonda. Meni holatim men qo'ygan zona bilan yuta olish tumasini ko'rib berasiz mana. Eng kuchli piklarni qo'ygan. Bigim uni yutadi. Yo'q. O'zi hammasi meni deb bo'lyapti-da. Bu bot ming'ir qilishdan boshqa narsani bilmaydi, qo'lni o'ynab. Yutdik. Keyin kubik chiqadi. Kubik chiqadi, kubik dolasi kiyimini aytaylik.